Bolalarda liqildoqning erta bekilishi bu xavflimi? Liqildoqlar o'zi 6 ta turi bo'ladi: katta, kichkina va ulkan liqildoqlar. Agarda bolajonda 6 oy ichida liqildoqlarning bekilishi kuzatilsa, bunga aslo xavotir olmang. Bunda nima qilamiz? Har oy nevropatolog shifokori nazoratida bo'ladi va bosh miyaning o'lchami o'lchab turiladi. Agar bolani oyiga mos o'sib kelayotgan bo'lsa, bu xavotirli belgilar emas. Va shu bilan birga bolani motorika, psixik va kognitiv rivojlanishi baholanib boriladi. Bolalarda liqildoqning shishishi bir necha xil o'zini klinik belgilari bo'lishi mumkin. Shishini patologik va normal holatdan bo'lishi mumkin. Agarda bolada uyqu rejimi buzilishi, o'ta qo'zg'aluvchanlik, yig'loqlik bo'lsa, liqildoqlar shishib turadi va pulsatsiya belgilari kuzatiladi. Bu normal holat hisoblanadi. Patologik kasalliklarda bo'lsa, bosh miya ichiga suyuqlik yig'ilishida, turli xil o'smalarda, travmalarda bo'lsa, bu patologik o'zgarish bo'ladi. Liqildoqlarning cho'kishi esa bolada suvsizlanish belgisi hisoblanishi mumkin yoki normal ves yig'mayotgan bolada ham bo'lishi mumkin. Agarda sizning bolajoningizda ham quyidagi belgilar bo'layotgan bo'lsa, shifokor ko'rigiga olib keling.